kerakmi yoki ishlamasligi shu haqida bir ma'lumot eshitamiz. Keyingi mehmonimiz Rahmatulloh Husnat. Assalomu alaykum. Sizga bitta savol bor. Qarang. Hozirgi vaqtda 9-sinfli bolalar ishlash kerakmi yoki ishlamasligi? Men bu savolga ko'p intervyularda javob beryapman. Bu savol juda muhim savollardan biri. 9-sinf o'quvchilari hozir juda mas'uliyatni o'zlariga olishmayapti. Bunga sabab ota-onalardir. Ota-onalari ularni 18 yoshgacha boqishlariga majburdir. Lekin hozirgi ota-onalar ko'p o'quvchilarga borishga kelib, pul topib kelib aytishyapti. Bu juda noto'g'ri, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki o'quvchilar bu yoshda o'qishlar kerak, izlanishlar kerak. O'zlarining kelajakini o'ylab, mas'uliyatli shaxs bo'lib yetishlari kerak. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. 9-sinf bo'yicha bu ko'rsatuv 2-qism. Bugungi mehmonimiz yana Nusrat Rahmatulloh Nusrat. Assalomu alaykum. Yana bir bor kelganingiz uchun rahmat. Mening savolim, hozirda bolalar psixotrop dorilarga o'tirib qolishligi buning sababi nima? Buning sababi turlicha, lekin asosiy aybdor insonlar bu ota-onalar. Chunki ota-onalar hozir farzandlariga ortiqcha pul berishyapti, erkinlik berishyapti va ularni nazorat qilishmayapti. Ularning o'qishlariga e'tibor qaratishmayapti. Hamma ayb ota-onalardir. Agar ota-onalar o'g'illariga, farzandlariga biroz e'tiborli bo'lsalar yoki biroz qattiq tursalar, bu bola hech qachon bu yo'llarga kirib ketmaydi deb hisoblayman. Bu fikringiz siz ham qo'shilasizmi? Albatta qo'shilaman. Nimaga desangiz, bu yerda psixotrop tuzalmaydigan kasallar shunaqa to'g'ri. Bu inson bu alomatni bir marta iste'mol qilgan insonlar hech qachon tuzalmaydilar va buning oxiri o'lim bilan yakunlanadi. Va men shu o'rinda 9-sinf o'quvchilari, hamma o'quvchilarga maslahat beraman, bu yo'lga aslo kirmanglar. Va ularning ota-onalariga ham e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.